Assalomu alaykum, efirda bo'lmagan gap ko'rsatuvining ikkinchi soni. Bugungi mavzuyimiz 5600 so'm topgan odam kambag'al emas mavzusida. Yo'limizda birinchi chiqqan odam bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz efirdasiz. Bir kunda 5600 so'm topgan odam kambag'al emas. Bunga siz nima deysiz? Yo'q, qanday kambag'al emas. O'zingizning topishingiz qanday? 5600 so'm kuniga topaman, bemalol yetadi. Aha, qanaqasiga? Xo'p, 1400 so'm yo'l kira qilib ishxonaga boraman, 1400 so'm qilib qaytaman. 2800 so'm bo'ladi. 1600 so'mga non olaman, 1000 so'mga bez gaz olaman, 200 so'm ortib qoladi, choy olaman. Oyim choy ichadi, men bez gaz ichib yuraveraman. Lekin qiynalmaymiz, men kambag'al emasman. Tugadi, men kelman. Umid turing, gapim bor sizda. Nima gap, aka? Men qarang, qiynalib ketdim, aka. Men imini 5600 so'm topgan odam kambag'al emas degani menga tegdi. Qarzga botib ketganman, bilasiz. Uydagilar bilan borku, aka kasal bo'lishga qo'rqib qo'yganmiz. Dorilar palon pul bo'yotibdi. Mayli ishxonaga borib kelishga amallab yetkazarman. Mehmondorchiligiga peshkon boramiz. 8 million joyi yo'qmi? Kuniga topadigan, brat.